بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد assalomu alaykum muhtaram birodarlar. Bugun sizlarning e'tiboringizga sehrni botil qiluvchi oyatlarni havola qilamiz. Birinchisi A'rof surasining 117-122 oyatlari, Yunus surasining 81 va 82 oyatlari, Toha surasining 69 oyati, Furqon surasining 23 oyati, Mu'minun surasining oxirgi 3 oyatini 3 marta o'qish, Zalzala surasini 2 marta o'qish, Falaq va Nas suralarini 3 marotabadan o'qish. Ushbularni hammasini kaftingizga o'qib, kaftingizni sehr qilingan kishiga surting va buni bir necha bor takrorlang. Allohning izni ila sehrdan xalos bo'lasiz. Aziz birodarlar, ushbu oyatlarni o'qib Allohdan so'raymiz. Alloh o'ta mag'firatli, duolarni qabul qiluvchi zotdir. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.